Ko'p kvartirali uylardagi joy mulkdorlarining majburiy badaldan qarzdorliklarini undirish uchun endilikda notariuslarda ijro xatlari rasmiylashtiriladi. Shu kunga qadar sud instansiyalari majburiy badal va kommunal to'lovlar bo'yicha yuzlab ishlarni ko'rib chiqishga majbur edi. Bu nafaqat vaqt, balki ortiqcha resurs sarfiga ham sabab bo'lgan. Endilikda bunday holatlarda sudga borish shart emas. Davlatimiz rahbarining notariat institutini yanada rivojlantirish hamda sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Adliya vazirligining tegishli buyrug'i qabul qilindi. Unga ko'ra 2026-yil 1-martdan boshlab majburiy badal va kommunal to'lovlardan qarzdorliklar bo'yicha notarius ijro xati beradi. Notariusning ijro xati agar o'z vaqtida bajarilmasa, majburiy ijro byurosi tomonidan majburiy tartibda amalga oshiriladi. Ijro xati qay hollarda yoziladi va unda nimalar ko'rsatilishi kerakligi haqida keyingi roliklarimizda ma'lumot beramiz.